Mana bu tarafda To'qqiz bozori joylashgan hamda mana bu yog'imizda eski tong joylashgan. Mana turoqlisining domlari xuddi shuni yonidagi 4 qavatli domlarning ikkinchi qavatida 3 xonalik alohida xonaga ega xonadonimiz sotuvga qo'yilmoqda. Remont talab holatda. Kim agar remontini o'zim qilib olaman degan bo'lsa, juda ham yaxshi variant. Demak, xonadonimizda ichki tuzilishi bilan tanishib chiqamiz. Asosiy kirish eshigidan prixojniy mebel qo'yilgan, alohida 3 ta xonaga ega. Mana e'tibor berasizlar. Birinchi xonasi, bu yerda shkafchik bor. Bu yerda yana bitta xonamiz bor. Hamma xonada oyna o'rnatilgan, derazalar romlari bor. Xo'p, bu tarafdagi asosiy katta mehmonxonamiz. Bu yerda ham deraza bor. Ko'pchilik yangi domlarda bilasizlar, gulxoy qilib tashlagan xonalarini. Ayrimlari bu eski domlarda bo'lsa, unaqa muammo yo'q. Hammasida deraza romlar o'rnatilgan. Yuvinish xonalarini ko'rib o'tamiz. Xo'p, vanna, hojatxona qismi. Kirib yashasa bo'ladi, lekin tavsiya qilaman. Hamma narsani olib chiqib tashlab, qaytadan bir remont qilishni tavsiya qilgan bo'laydim. Bu 3 xonalik, o'zi asli mana bu oshxona shu yerda bo'lish kerak. Gaz plitani u yoqqa o'tkazganlar. Sizlar ham mana shu resheniyadan foydalansalaringiz, buni 4-xona qilib ishlatsalaringiz bo'ladi. Detskiy xona sifatida. Kvadratdan anchagina keng ushbu xonadonni balkon qismiga ham e'tibor berasizlar. Remont talabroq holatda. Puli bor odamlarga menimcha yaxshi variant noldan remontini qilib olish uchun. Demak, pastda raqam qoldiramiz. Ushbu hududdagi 3 xonalik ikkinchi etajda joylashgan xonadonimiz kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlarimizga qo'ng'iroq qilinglar. Navoiy Uy baraka kanaliga obuna bo'ling. Yaxshi variantlarni faqatgina bizning kanaldan topasizlar.